Bizlar hozir O'zbekiston Respublikasini Tojikiston Respublikasi bilan bog'lab turuvchi chegaradamiz. Bugun mana ikki mamlakat fuqarolari Sarosiyo, Denov, Uzun tumani hokimligi bu yerda yashayotgan mana yurtdoshlarimiz Tojikiston Respublikasida o'tkazilayotgan Navruz shodiyonalariga delegatsiya a'zolari bo'lib borishyapti. Bu yerda mana Tojikiston Respublikasi tomonidan juda katta quvonch bilan kutib olishyapti. Qanday turmaylar mana shu non tuz bilan kutib olish juda ham maromiga keltirishgan. Albatta ikki xalq, ikki mamlakat, ikki davlat o'rtasidagi bo'layotgan mana shu o'zaro hamjihatlik albatta qalblarni, yuraklarni qo'zg'atadi. Ikki mamlakat aholisi o'rtasida muvofiq rishtalarni bog'lanishi juda katta voqeliklarga sabab bo'ladi.